Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlarga mehmon kutganinglarda stolga qo'yganda krem oqib ketmagan lastichka retseptini o'rgataman. Birinchi bo'lib 30 ga 40 razmerdagi qolipga 6 ta tuxumga turetskiy biskvit qo'yamiz. Bu retsept profilimda bor. Tayyor biskvitimizni 6 ga 6 razmerda kesib, oldin propitkaga, keyin biskvitli talqonga botirib olamiz. Endi biz morojniy krem tayyorlaymiz. 1 litr qaymoqga 1 stakan marako solib, qaymoqli morojniy krem tayyorlab olamiz. Mikser birinchi past оборотdan sekin baland оборотga ko'targanimizda shunaqa quyuq morojniy krem tayyor bo'ladi. Morojniy kremimizni xolodilnikka qo'yib turib, lamussani, shanti kremini tayyorlab olamiz. Suv bilan shanti kremni teng miqdorda solib, yaxshilab mikser qilamiz. Massamiz qattiq krem holatiga kelganda bir osh qoshiqdan morojniy kremimizni solib, yana mikser qilishda davom etamiz. Erib ketmaydigan lastichka kremini ham siri aynan shu joyida bo'ladi. Lamus va shanti kremlar morojniy kremimizni ta'miga ta'sir qilmagan holatda erib ketmasligini ta'minlaydi. Tayyor bo'lgan kremimizni yarmini nasatkali qopchamizga solib, videoda ko'rsatilgandek biskvit ustiga siqib chiqamiz. Qolgan kremimizga ozgina rang, xohishga ko'ra essensiya solib, bitta mikser qilib olib, yana qopga solib, biskvitimizni qolgan qismiga videoda ko'rsatilgandek siqib olamiz. Videoni shotigacha ko'rdingiz, bitta like bosib qo'ysangiz xursand bo'laman. Lastichkamizni o'rtasiga bezak uchun men qulupneli jemdan foydalandim. Jemni xuddi shunaqa o'rtasiga siqib chiqdim va qarabsizki, chiroyli natija.